Assalomu alaykum. Bugun mana shunaqa chiroyli bir misolni ko'ramiz. Demak, buni qanaqa ishlaymiz? 11 ni darajasida bir xillarni ko'paytirib olamiz. Logaritm 11 asosiy ko'ra 5 ni 4-chi logaritm 11 asosiy ko'ra 5 ni 4-chi darajasiga 3-chi darajasiga ko'paytiramiz va shuni bo'lamiz. Demak, 14 logaritm 11 5 bu 3-chisi. Yana 4-chi daraja. Demak, bu nimani beradi bizga? Bu ikkalasi ko'payib, bu ikkalasi ko'payadida logaritm 11 asosiy ko'ra 5 ga beradi. 11 logaritm 11 asosiy ko'ra 5 shuning 1 taqsim 4-chi darajada logaritm 11 5 va 3. Demak, bu qisqarib ketadi 1 bo'ladi, 5 bo'ladi. 5 darajada bu esa almashtirib yozsak bo'ladi. Ya'ni 4-chi darajada logaritm demak 5 11 va 3. Demak, birinchi mana ifodamiz, demak mana ifodaga tengligidan, demak buni biz 0 desak bo'ladi.